Xitoy demokratçılığına ait tor bekatlar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlarni fosh qilishda belgilik rol o'ynab kelmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoyning Sharqiy Turkistonda yig'ib olish lagerlariga qamalgan kishi sonining 4.756.884 ekanligi ilgari surildi. Buning ichida Uyg'urlarning soni 4.459.687 ekanligi, 297.197 kishining bo'lsa qozoq, qirg'iz va boshqa millatlarga tava ekanligi bildirildi. Qizini ko'rish uchun Turkiyaga kelgan ota-onaga 20 yillik qamoq jazosi berilgan. Ota-onasi uchun ommaviy taratqularda guvohlik bergan Shamshinur Tursun xonim 1950-yili tug'ilgan dadisi Tursun Baratning xalq qurultiyidan dam olishga chiqqan kadr ekanligi, 1952-yili tug'ilgan onasi Zohidam Hayphojining bo'lsa, G'ulji shaharlik doktorxonadan dam olishga chiqqan doktor ekanligini bildirdi. Uning bildirishicha, ota-onasiga atilgan jinoyat faqatla Turkiyaga qonunsiz berib kelish bo'lib, Muşunun üçünla ularning yaşanğanlıqqa qaramasdan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uyg'ur, Tibet, bir qism Xitoy o'qituvchilar va ko'p sonda yaponliklar qatnashgan Xitoyga qarshi namoyishda Sharqiy Turkiston va Tibet bayroqlarini ko'targan namoyishchilar 20 davlat rahbarlaridan Xi Jinpingga besim tushirishni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Robiya Qodir xonim Yaponiya Bosh ministri Shinzo Abening 20 davlat guruhi yig'inida bu temani kun tartibga kirgizadiganligiga ishonaman. Chunki men 2018-yili sentabrda ochiq maktub yozib, yig'ib olish lagerlarining taqilishi uchun Yaponiyaning besim tushirishini talab qilgandim dedi. Qozog'istonda bir qurilish o'rnida tortilgan rasm xalqni qo'zg'atdi. Bir arab ishchi ommaviy taratquv hisobida bir rasm ham bahirlagandan keyin qozoqlar arablarga hujum qildi. Kimligi noma'lum bu misrlik ish yeridan qochgan bo'lsa-mu, bu qozoqlarning g'azabini qaytarolmadi. Ish o'rniga besib kelgan qozoqlar orasida nurg'un arablar bor bo'lgan bir guruhga kishiga hujum qildi. Misrlik ishchi keyin ommaviy taratquda kechirim so'rab bir video tarqatdi. U rasmda hech qanday yomon niyati bo'lmaganligini bildirib, xizmatdoshlari va qozoq xalqidan kechirim so'radi. Yaponiyaning Osaka shahridagi dunyoning oldingi qatorliq iqtisodiy gavdalarining qatnashishi bilan o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inining oxirlashishi bilan yig'inda chiqarilgan qarorlar haqida bir xulosa doklati e'lon qilindi. Doklatda qilinadigan xizmatlarning burunqi rahbarlarning xizmatlari asosida barpo qilinadiganligi ta'kidlanib, burunqi hukumatlarning xizmatlari asosida nohaq ahvollarni ko'rsatib, shaxs yoshurun kuchini to'liq joriy qildira oladigan bir jamiyat barpo qilamiz va aktiv ishlarni amalga oshirishga tirishimiz deyildi.